Assalomu alaykum aziz kanalimiz a'zolari. Mana hozirda yana isirish ishlab chiqarishlarni davom ettiryapmiz. Sizlarga ozgina bo'lsa ham bir lavha tayyorlashni o'yladim. Hozirda yangi kelgan rabochilarimiz bor. Holati stenkalari 1.8 qalinligi, rabochilar esa balandligi 1.70. Endi buni 500 ming deyapmiz, kelishtirib beramiz, 470 ga berib yuboramiz. Kam bor, 470 ga beramiz. Ma'qul kelsa agar telefon qilishlari mumkin. Ko'proq olaman deganlarga yordam qilamiz. Hozirgi boshlanishi bu 20 tacha mana tayyorlandi. Endi xudo xolasa ma'qul kelsa mana ko'rib olinglar. Kashaklarda endi ozgina nimalari bor. Ya'ni to'g'rilaydigan joylari bor 5-6 tasini. Tek hozircha mana 20 ta keldi, bundan 100 ta bor. Agar zakaz beraman sizlarning bemalol zakaz berishlari mumkin. Mana shu holat rang stenkasi 1.8 qalinidan. Endi maytda ham hozir tayyorlayapmiz. Bu o'zimizda shu 4 ta pog'onali 1 metrli tayyorlayapmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Tayyorlayapmiz. Bemalol telefon qilishlari mumkin. Buni ham aytib o'tgandek 4 ta pog'onali 4 ta pog'onali, 3 ta pog'onalisi bor. Narxlari 720 ming, 700 mingdan chiqyapti. Kelishtirib beriladi. Ko'proq yordamga kelishtirib beramiz. Xohlasa zakaz berishlari mumkin. Inshaalloh aloqada bo'lamiz. Rahmat, yana bir bor sog' bo'linglar.